11 tane harbiy parxod endikilikşimizin devamı vatandaşım. 11 tane harbiy parxod Hindi okeanga bösüp girdi. Jungo Hindistan uruş uti partlaş harpsıda. Mozula xabar 21 gün Van Vitor beti ilan qılın. Xabar bundaq başlan. Maqale da Moldavi siyasi krizisi kirib kelganda Hindistan bir tarafda ot quyruqliq qildi. Moldavining vaziyati Hindistonda davlat bexatarligiga tahdid paydo qildi. Hindiston kuch bilan orilish kerak deb murojaat qildi. Hindiston iqtisod vaqt gezdi 11 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yangi Dehli Amerika, Fransiya, Germaniya, Yaponiya davlatlari bilan diplomatik munosabat qatlamida, siyosat qatlamida aloqalashib, Moldaviyada demokratik tartibni keltirib, zaruriy diplomatik besim ishiltishi lozim. Hindiston yuqorqi davlatlar bilan birlashib, Moldaviyaga zaruriy diplomatik besim ishiltishi lozim. Hindiston Moldaviya bilan o'zaro manfaat yetkazadigan hamkorlashga bergan va'dasini gavdalantirib, Jungoning aniq bo'lmagan och ko'zlik bilan savdo tijorat qilishiga selektorma qilish kerak. Xabarda bundaq ko'rsatildi. Moldaviya krizisini bartaraf qilish Hindistonning rayon doirasiga ta'siri uchun bir sinoqdir. Diplomatiya sukut qilish bo'lsa-mu, lekin qurol ishiltish mumkinligini hargiz chetga qo'ymaydi. Hindiston vaqt gezdi bundaq ko'rsatdi. Moldaviya krizisi Hindiston, Amerika qatorliq endi Tinch okean strategiyasini yo'lga qo'yayotgan har qaysi taraflarning Jungoning ustunlik qozonishning mutlaq yaxshi fursatidir. Hindiston Print torbiti yalang'och holda Moldaviya krizisi bilan Hindiston o'rtasidagi ikkinchi qatimliq doqlam krizisini oshkor ko'rib olg'ili bo'ldi. Hindistonning harakatiga darvoza tezlik bilan taqaldi. Agar Jungo dengiz armiyasi Moldaviyaga yaqin bir joyda paydo bo'lib, o'zining manfaatini qo'g'daydi ekan, Hindiston Moldaviyaga aralashish fursati qolmaydi. Hindiston Avangard gazeti maqola e'lon qilib, Hindistonning Moldaviyaga darhol harbiy aralashishni talab qildi va maqol Hindiston alayda qismlarining tayyorlanayotganligidan bishorat berdi. Hindiston tayyorlik qilib askar chiqarmoqchi bo'lib turganda, yuqorqi 11 parxod Jungoning parxodi ulug'oyda Hind okeaniga kirgan. Bir qapoq suv quyildi. Hindiston matbuotining xabariga qaraganda, Moldaviya hukumatı 15 kuni qalaymiqam paytda Hindistonning qo'l silishini rad qilib, balki Hindiston hukumatiga mundaq dedi. Jungoning Hind okeanidagi iqtisod qatnashi bir reallik bo'lib qoldi. Hozir Moldaviyaning hukumatidagi odam Yamin degan odam bu Xitoyparast odam. Hindiston qarishi. Hindiston parast odamlarni turmaga solib qo'ydi. Mana bu shu kriz, siyosiy kriz. Jungo matbuoti xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Jungoning 11 dona harbiy parxodi Hind okean Moldaviya davlatiga yaqin suv yuziga yetib keldi. Baho berguvchilar bundaq hisobladi. Jungo dengiz armiyasining harakati Moldaviyadagi Jungo grajdanlarini chekintirishlar emas, balki Moldaviyada Jungo parast siyosiy kuchlarni qo'llashdan iborat. Hindiston vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Jungo Moldaviya ikki davlatning munosabatidagi bo'sish xarakterli taraqqiyotdan yangi Dehli titildashga boshladi. Hindistonning manfaatiga ta'sir ko'rsatdi. Hindistonning savri taqatining oxirgi chekiga chaqildi. 1988 yil Hindiston Moldaviyaga kirish harakatini boshlagan. O chaqda Moldaviya prezidentining taklifi bo'yicha bu orol davlatiga kirib kelgan. Ya'ni tajovuz qilgan Sri Lankaning yollanma askarlarini qo'g'lab chiqarib, Hindiston armiyasining harakati Moldaviya xalqining qo'llashiga himoya qilishiga erishgan. Bugün Moldaviya Yaman hukumati Jungo, Pokiston, Saudiya Arabistondan yordam talab qildi. Ya'ni Xitoyparast odam bu Yaman degan. Jungo ichki ishlarga aralashmaymiz deganini ta'kidlagandan boshqa 11 dona harbiy parxodni Hind okeaniga haydab kirib, ehtimolliga taqobil turmoqchi bo'ldi. Hindiston harbiy aralashmoqchi bo'lsa, Jungoning
foydasini tengsep görüşü kerak. Çünkü miltiqdan oq chiqib ketgan hamon Jungo bilan Hindiston o'rtasida zo'r ko'lamlik urush portlashdan saqlanğılı bo'lmaydi. Buning oqibatini har qanday kishi faraz qila olmaydi.